poytaxtimizning ayrim ko'chalarida mana shunday chiziqlar chizilib, pullik avtoturargohlar paydo bo'ldi. Davlatning yeri bo'lsa, kimdir o'tirib olganda chizib 4 ta anaqa oqayda chizib qo'yib, xalqdan pul olyapti. Mard bo'lsa tekin qilib qo'ysin, gap yo'q. To'g'risini aytsam, o'zim shu yerda ishlayman. Kuniga o'zi topsam bir 200 ming so'm topaman. Yo'l yuziga ham chizib tashyapti, ya'ni domlarni tagiga ham chizganiga ko'zim tushdilagan onajon, to'g'risi. Bu tizim unchalik ma'qul to'g'ri kelmayapti Toshkentga, to'g'risi, chunki bu birinchisidan yaxshi chizilmagan chiziqlari ko'rmay qolasiz. Qatida parkovka pullik, qatida pullik emas. Mana tayyorgina joylarni qo'yib qo'yilgan ekan, bu yerda soatiga 12 ming bo'lsa, bemalol shundan foydalansa, menimcha fuqarolarimiz uchun juda qulay va foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xabaringiz bor, poytaxtimizning ayrim ko'chalarida mana shunday chiziqlar chizilib, pullik avtoturargohlar paydo bo'ldi. Bu yerda mashinalarning turishi 1 soat uchun 12 ming so'mni tashkil etadi. Xo'sh, bu yangi tizim haydovchilarga qanday noqulayliklar tug'dirmoqda? Ularning fikrlari hamda takliflari bilan qiziqdik. Birinchi navbatda menimcha bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki bu ko'cha xalqniki. Baribir o'sha benzindan ham boshqa narsadan ham nalog to'laymiz. Shunga yarasha bizning ham haqqimiz bor yo'lda. Bu tizim unchalik ma'qul to'g'ri kelmayapti Toshkentga, to'g'risi, chunki bu birinchisidan yaxshi chizilmagan chiziqlari ko'rmay qolasiz. Qatida parkovka pullik, qatida pullik emas. Tablichkalari ham hamma joyda yo'q. Ko'rib chiqsa bo'ladi bu narsani. Bu davlatning yeri bo'lsa, kimdir o'tirib olganda chizib 4 ta anaqa oqayda chizib qo'yib, xalqdan pul olyapti. Mard bo'lsa tekin qilib qo'ysin, gap yo'q. To'g'risini aytsam, o'zim shu yerda ishlayman. Kuniga o'zi topsam bir 200 ming so'm topaman. Bu yerda 10 soat ishlasam 120 ming bo'ladi, lekin kuniga 80 mingdan ishlayman. Mazkur tartib joriy etilganiga bir necha oy bo'lgan bo'lsa-da, haydovchilar hali bunga to'liq ko'nikib ketgani yo'q. Ko'chalarda bo'sh pullik joylar turganiga qaramay, belgilanmagan, hatto taqiqlangan hududlarda yuzlab mashinalar turib qolayotganini kuzatish mumkin. Haydovchilar buni yangi pullik avtoturargohlarning narxi qimmatligi bilan izohlamoqda. Hammaning o'zining rasot bor, lekin qimmat oddiy ishchilarga hamma yoq chizib tashlaganda u. Va 12 ming so'm bizga sal qimmatli qiladi, rosti. Mana o'zimiz ham ishga kelganimizda, bizda mana o'sha 5-10 minut qidirishga ketadi parkovka. Mashinani qayerga qo'yamiz deb qidirib yuramiz. 12 ming so'm kun bo'yi biz 12 soat ishlagani kirib ketsa, o'sha 120 ming, 150 ming atrofida chiqadi bizga pul. Topgan pulimizga ma'qul to'g'ri kelmaydi bizga. Mana ko'rib turganingizdek, hamma yo'q bo'sh. Bekorga emas, bu bilsangiz bo'ladi, hamma mashinasini mana bunaqa pulli parkovkaga qo'ymayotgani, endi mana 12 ming deb yozib qo'ygan bo'lsa, 80-100 ming atrofida o'rtacha daromad topadigan oilalarga menimcha og'irlik qiladi. Shuning uchun parkovkalar oldingidagi bo'lgani yaxshi edi. Hatto ko'p qavatli uylar atroflarida ham pullik joylar paydo bo'lgani haqida noroziliklar yuzaga kelmoqda. Yo'l yuziga ham chizib tashyapti, ya'ni domlarni tagiga ham chizganiga ko'zim tushdilagan onajon, to'g'risi. Iloji bo'lsa shu parkovkalarni sal narxini arzonroq qilib va bularni chiziqlarini tinnu qilib turib, shunaqa qilsa ma'qul kelardi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shunaqa pullik avtoturargohlar paydo bo'lgani sizlarga qulaylik tug'dirdimi, noqulaylik tug'dirdimi? Qanaqa munosabatingiz? Endi haydovchilar uchun bugungi kunda bu juda dolzarb. Mana mashinalarni hozir taqiqlangan belgi tagida qo'ygan paytda ichki ishlar xodimlari kelib o'zlarining planshetlari bilan jarima summasi ham hozir menimcha 800 mingga yaqin summa bo'lsa kerak. Mana tayyorgina joylarni qo'yib qo'yilgan ekan, bu yerda soatiga 12 ming bo'lsa, bemalol shundan foydalansa, menimcha fuqarolarimiz uchun juda qulay va foydali bo'ladi deb o'ylayman. Lekin masalan kuniga 8 soat ishlaydiganlar bor-da shu atrofda. Ular masalan kuniga 8 soat qo'yadigan bo'lsa, ancha qimmatga tushib ketadi-ku. O'shanga qanaqadir mutanosib qo'yish kerak. Masalan 1 soatga qo'ysa 12 ming, 5 soatga qo'ysa 8 ming, 10 soatga qo'yadigan bo'lsa bir 4 mingdan qilib bir qanaqadir mutanosiblikka qo'ysa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli haydovchilar, mazkur tartib bo'yicha sizda qanday fikrlar bor? Izohlar qismida yozib qoldiring.